Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzo Ulug'bek rayon Mevazor Yangi mahallada joylashgan kompaktnik sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podol 1 va 2 qavat, xonalarning soni 5 ta. Mirzo Ulug'bek rayonidan kompaktnik uy-joy qidirganlar uchun yaxshi variant. Navesi tagida bitta katta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Eshik orqali hovliga kirganimizda chap tarafimizda zelyoniy zonasi bor. Mana shunaqa ko'rinishda. Endi uy ichi ekranimizda xonalar planirovkasi va remontlari bilan tanishib chiqamiz. Imoratda podval qismida sauna basseynlargacha qilib qo'yishgan tayyor holatda turibdi. Demak, uy ichiga kirdik. Patologlarning balandligi 3 metr 30 sm, kattagina hol qismi bor. Konteynerlar o'rnatilgan. O'ng tarafimizda oshxona bor. Mana shunaqa ko'rinishda. Faqatgina kuxonli garnitur yasatilmagan. Bu joyda oyna romlardan tashqari yana moshning vitishkalar ham o'rnatilgan. Uyga kirganimizda to'g'rida zal bor. Zalning razmeri uzunasiga va eniga 5 metrdan 25 kvadrat metrni o'z ichiga olgan zal borda. Demak, birinchi qavatda hol zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel joylashgan. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonalar ko'rinishi. Bu xonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3,5 metrni tashkil qiladi. Bu joyda birinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzel bor. Endi imoratning podval qismiga tushamiz. Podval ko'rsatib bo'lgandan keyin ikkinchi qavatga imoratning tagi butunlay podval. Bitta katta xonasi bor, bag'ashli kinoteatr va trenajyor uchun mo'ljallangan. Bitishlardan tashqari 3 ta oynaron o'rnatilgan. Podvalga tushishimiz bilan chap tarafimizda konteyner joylashgan. Hozir bu joylariga ham kiramiz va o'ng tarafda kichikroq basseyn bilan finskiy sauna alohida o'zini sanuzellari bilan joylashtirilgan. Mana shunaqa ko'rinishdagi kichikroq basseyn. Bu joyda finskiy sauna bordi. Va uni oldida podval qismiga tegishli bo'lgan sanuzel. Bu joyda konteynerga patrubkalari chiqarib ketilgan. Tayyor holatda turibdi. Shunday fen bilan kompressorni o'rnatib olsanglar bo'ldi. Endi kotelniga kiramiz. Kotelnining ko'rinishi bu joyda basseynda filtr bor, расширительный bak, водяной насosli, ikkita italyanskiy dvухконтурный kotel joylashtirilgan, boiler bor va suv uchun filtr joylashtirilgan. Elektr eshiklari alohida bo'lib yig'ilgan. Ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona va bitta katta hol qismi joylashgan. Holdan balkonga chiqsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chap tarafimizda bitta yotoqxona, ko'rsatayotgan joyimda ikkinchi qavatda umumiy sanuzel. Bu joyda 5 ga 3,5 razmerda yana bitta yotoqxona joylashgan. Va shu yotoqxonaga tegishli bo'lgan alohida o'zida sanuzel ham bor. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzelni ko'rsatamiz. Bu joyda yana bitta yotoqxona joylashgan. Kichikroq hovlisi ham bor. Qo'shni devordan 2 metr tashlab imorat ko'tarilgan. Va ikkinchi qavatda joylashgan 3-chi yotoqxonaning ko'rinishi. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu ko'rsatgan uyimiz Mevazor mahalla Mirzo Ulug'bek rayonida joylashgan 2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat. Xonalarning soni 5 ta bo'ldi. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan, podval 1 va 2 qavat. Va bu uyga narxini opisiyaga yozib qo'yamiz. Qiziqarlilar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.